1-sentyabrda Rossiyaga katta mobilizatsiya boshlanar ekan, immigrantlarni ham urushga olib ketar ekan deb yolg'on xabar chiqargan ikkita bloger ikki xil video qilib chiqarganlar. Menga Turkish tashadi aka shu gap rostmi deb. Umuman ishonmanglar, mobilizatsiya 2023-yil tugagan, uni ham faqat Rossiya fuqarolari uchun mobilizatsiya. Masalan, men Rossiya fuqarosiman, mana Xudoga shukr yuribman Peterga ishlab. Unaqa yolg'on xabarlar ishonmanglar. Men bitta blogerga yozdim, именно o'shanga сообщениeni ochdi-yu, ответ qaytarmadi. Nima uchun yolg'on xabar tarqatyapsiz? Videoni o'chirib tashlang deb yozdim. U odam сообщениeni ochdi-yu, videoni ham o'chirgani yo'q, ответ ham qaytargani yo'q. Bu yolg'on videoga kim ishonishi mumkin? Rossiyaga yurgan odamlar ishonmasligi mumkin. Faqatgina O'zbekistondagi ota-onalarimiz xavotirga tushadi. Chunki o'zbeklar urushga ketyapti chindan ham. Ular faqat nima uchun ketgan? Ular pul uchun ketgan, yo qamalmaslik uchun ketgan, yo tuhmat uchun ketgan. Lekin mobilizatsiya Rossiya fuqarolari uchun. Xavotir olmanglar. Bular yolg'on xabar chiqarib tarqatyapti.